2026-yil avgust oyiga umra safariga borishni rejalashtiryapsizmi? Ushlanarli tur firmalarini topa olmayapsizmi? Unda bu video aynan siz uchun. Assalomu alaykum, bizni uzoq yaqindan kuzatib turgan aziz YouTube kanali obunachilari. Hozirda biz azizlar Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Mustaqillik ko'chasida joylashgan Centrum Holidays o'zining rasmiy litsenziyasiga ega bo'lgan tur firmasining rasmiy ofisida biz azizlar. Bu yerda sizlarga hozir umra safari haqida qisqacha ma'lumot berishga harakat qilamiz. Buning uchun like, podpiska bosib, umraga bormoqchi bo'lgan yaqin aka-uka opa-singillaringizga yuborib qo'ying azizlar. Biz video syomkamizni boshladik. Xo'p, azizlar, hozirgi kunda umra safarimiz 14 kundan iborat. 14 kunlik umra safarida 2 kecha 3 kunduz Madinada hamda 11 kun Makka-i Mukarramada bo'linadi. Gasnissalarimiz 4 yulduzli gasnissalar Madinada markaziyada joylashgan 250-300 metr oraliq masofada bo'ladi. Makkada esa 800-900 metr oraliq masofada bo'ladi azizlar. Xo'p, undan tashqari Makkada Gasnissadan Haramgacha 800-900 metr bemalol piyoda borsangiz ham bo'ladi. 10-12 minutli yo'l, ham avtobuslar ham yo'lga qo'yilgan. Avtobuslarda ham bemalol borib kelsangiz bo'ladi azizlar. Undan tashqari Madinada 2 mahal o'zbek milliy taomlari beriladi, Makkada esa 3 mahal o'zbek milliy taomlari beriladi, o'zbek oshpazlari tomonidan. Xo'p, bundan tashqari sayohatlarimiz, ziyoratlarimizga keladigan bo'lsak, Madinada Qiblatayn, Uhud tog'i, Xurmo bog'lari hamda payg'ambarimiz ravzalariga ziyoratlar ham bor azizlar. Qur'on kitob bosmaxonalariga ham sayohat ziyoratlar bor, faqat haftada 2 kun ishlaydi. O'sha ishlayotgan mahalga to'g'ri kelib kelinsa, bemalol Eliboshlar o'zi olib kirib chiqishadi. Bundan tashqari Makkada Sabr g'ori, Hiro g'ori, Jamorot, Mino, Muzalifa hamda qo'shimchasiga Qizil dengiz sayohati ham bor azizlar. 14 kun mobaynida sizlar bilan malakali, tajribali Eliboshlar tomonidan hamrohligida bo'ladi azizlar. Xo'p, sizlar bilan qanday bog'lansam bo'ladi deydiganlarga esa bizga Instagram, Telegram, WhatsApp orqali aloqaga chiqing. Biz sizga Centrum shot raqamlarini tashlaymiz. O'zingizga yaqin bo'lgan, qulay bo'lgan bank ofislaridan to'lovlarni amalga oshirishingiz mumkin azizlar. Agarda savollar bo'lsa o'zingizda bemalol ekrandagi raqamlarga yoki bo'lmasam o'zingizni joyingizni o'zingiz bron qilishingiz uchun ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin azizlar. Undan tashqari ofisimizga keladigan bo'lsangiz, ofisimiz Marg'ilonda, O'ramda joylashgan. 235-A uy, bemalol kelib Centrum rasmiy kassalariga to'lovlarni amalga oshirishingiz mumkin azizlar. Sizlarni firmangizdan borsak, bizga qanday sovg'alar bor deydiganlarga esa bizda azizlar, bizni Centrum Holidays firmamiz tomonidan borsangiz, bizda bejik beriladi. Bu mehmonxonamiz qayerda joylashgan va raqamlari kiritilgan bo'ladi, hamda kamzilchalar beriladi. Har xil razmerda bor, xudo xolasa, va sumka beriladi azizlar, mana bunday. Bu sumkaga tapchika, telefon narsalarni sog'sangiz bo'ladi bemalol azizlar. Undan tashqari umra ziyoratiga chiqqandan keyin azizlar bosh og'riq dori yoki bir bo'lmasam o'zingiz ko'pincha ishlatadigan dorilardan olishingizni maslahat berardim. Xo'p, azizlar, hozirgi kunda agarda siz bizni safardan uzoqdan kuzatayotgan bo'lsangiz, ota-onangizga sirli ravishda surpriz qilmoqchi bo'lsangiz, bizga murojaat qiling. Biz mana bunday sertifikatlarni qilib, yoniga bitta chiroyli guldastani qo'shib, sizning nomingizdan ota-onangizni tabriklab kelamiz azizlar. Hozirgi kunda reyslarimizga keladigan bo'lsak, reyslarimiz haftani har seshanba Toshkent-Jidda yo'nalishli reysimiz bor. Haftani har chorshanba Farg'ona-Jidda yo'nalishli reyslarimiz bor azizlar. Malakali, tajribali Eliboshlar hamrohligida bo'ladi azizlar. Xo'p, eng asosiysi narxlariga keladigan bo'lsak, Farg'ona-Jidda yo'nalishli reysimizning narxini $1075 dan belgiladik. Toshkent-Jidda yo'nalishli reysimizning narxini $1050 dan belgiladik. O'zingizni qiziqtirgan savollar bo'lsa, bemalol ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki bo'lmasam o'z joyingizni o'zingiz bron qilish uchun ham ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin azizlar. Agarda videomiz yoqqan bo'lsa, like, podpiska bosib, umraga bormoqchi bo'lgan yaqin aka-uka opa-singillaringizga yuborib qo'ying. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling.